Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishingizni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalg'un. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qanamizda qitinglar, ekranimiz bo'lsin. Xitoy Sharq Turkistonda atalmish Yapon tajovuzchiligiga qarshi har xil faoliyat o'tkazdi. Xitoy rejimi yaqinqi oylarda butun Xitoyda hadab tashviq qilayotgan Xitoylarning Yapon tajovuzchilariga qarshi turish urushi tashviqoti doirasida 18 sentabr voqeasi portlaganligining 94 yillik munosabati bilan 18 sentabr Sharq Turkistonning har qaysi shaharlarida har xil faoliyat o'tkazib, atalmish Yapon tajovuzchilariga qarshi urush ulug' ruhiga varislik qilish va avj oldirish faoliyati o'tkazdi. Faoliyat doirasida tushdan burun soat 12 da Urumchi, Korla, Sanji, Qashqar qatorliq nahiya darajalikdan yuqori darajalik shaharlarda havo mudofaa signali birli vaqtda chalinib, har qaysi idora organlar va xalq Yaponga qarshi urushda o'lganlarga sukut turib, ta'ziya bildirib, tarixni asli ching saqlab, o'lganlarni yod etib, tinchlikni qadrlab, kelgusi yaratish faoliyatiga tashkillandi. Shundaqla bu faoliyat Sharq Turkistondagi barliq maktablardamo keng qanot yaydirilgan bo'lib, Fukan shahri, To'qsun nahiyasi, Onsu nahiyasi va Lob nahiyalarida xalq sukut turib ta'ziya bildirish marosimi, boshtemaliq sinf yig'ini 1000 kishi birlikda deklamatsiya qilish, tarixiy suratlarni ko'rish faoliyati o'tkazib, o'quvchilarni tarixni asli ching saqlab, burchni ustiga elib, qizil genni avlodma-avlod davomlashtirishga yetaklangan. Shundaqla Xitoy yana Yapon tajovuzchilariga qarshi urush temasidagi 731 nomli kinoni keng doirada qo'yib, Yaponiya armiyasining bakteriya urushi zo'ravonligini echib tashlaganligini bildirdi. Mazkur urush 1931-yili 9-oyning 18-kuni portlagan bo'lib, u davrlarda Sharq Turkiston xalqi 1933-yili 11-oyning 12-kuni qurilgan birinchi qatimliq Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatini qurish tirishchanligida vatanimizning har qaysi joylarida Xitoyga qarshi urush avjiga chiqqan mezgillar edi. Ammo bugun Xitoy tajovuzchilari o'zlarining Yaponiya bilan bo'lgan urushig'imi Sharq Turkiston xalqini majburiy bog'lab tushundirib, tarixni qasddan burmalab, Uyg'ur xalqining qalbida Yapon dushmanligi urug'ini chechishga urinmoqda. Malayziya hukumat vakillari o'maki Sharq Turkistonda ziyorati bo'ldi. Xitoy xabarlarida bildirilishicha, Malayziya Tashqi ishlar ministrligining xodimlaridan tashkillangan bir hay'at 10 sentabrdan 16 sentabrgacha Sharq Turkistonda ziyorati bo'lgan bo'lib, Urumchi, Sanji, Altay, Qumul qatorliq joylarda ekskursiyada bo'lgan. Xitoy doiralari bu hay'atni ilgirki hay'atlarga o'xshashla ko'z bo'yamchilik sahnalarida aylantirgan bo'lib, nomussiz Xitoy navbatda Sharq Turkistonda dinga oid har narsani eng qattiq cheklayotgan bir mezgilda qilchi uyalmasdan oldi bilan atalmish Xinjiang Islom dini institutini ziyorat qildirgan va diniy xodimlarni yetishtirish va diniy faoliyatni qanot yaydirishda Xitoy qo'lga keltirgan atalmish natijalarni davrang solgan. İkinci bekat atalmish Xinjiang xalqaro cho'ng bozori bo'lib, Xitoy barliq chet ellik sayohatchilarni bu yerga boshlab kelib, Uyg'urlarning baxt ichida xushal-xuram yashayotganligini tashviq qilganidek, bu hay'atga o'xshash safsatini sotgan. Orqadan atalmish Xinjiangning terrorlikqa qarshi turish va asabiylikni tugutish ko'rishi bosh tema qilingan ko'rgazmani ziyorat qildirib, Xitoy tajovuzchilari navbatda Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatini oqlashga uringan va mazkur yolg'on o'ydirma sahnalar orqali bostirish siyosatini qonuniy asosga ega qilishga tirishgan. Xitoy xabarlarida mazkur vakillar o'makining bu ziyoratlardan keyin atalmish Xinjiangning navbatdagi ahvolidan mamnun bo'lganligi, Xitoyning atalmish Xinjiangga ko'ngil bo'lganligini ko'rganligini bildirishib, qaytgandan keyin Xinjiangning haqiqiy ahvolini aynan yetkazadiganligini ifodalaganligi alohida davron silingan. Amerika Xitoyga o'zak eksportini chekladi. Huawei Amerikaning yuqori texnikalik o'zaklarini Xitoyga eksport qilishiga cheklama qo'ygan bir vaqtda sun'iy aql uchun yangi texnologiyasini tunishtirdi. Xitoy texnologiya magnati Huawei'ning bir ijroiya amaldori Amerika shirkatlariga tayinishni azaytish va Xitoy ichidagi sun'iy aql iqtidorini kuchaytirish uchun o'zaklarni yuqori sur'atda bir-biriga bog'lay oladigan kuchli kompyuter sistemalarini bozorga selishni planlaganligini bildirdi. İlg'or kompyuter o'zaklari Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi geosiyosiy jiddiy kayfiyatning markazida turmoqda.
Amerika Xitoy shirkatlariga sun'iy aql o'zaklarini eksport qilishga cheklama qo'ydi. Markaziy Shinjonga joylashgan Huawei va Kaliforniyaga joylashgan Nvidia bu raqobatda asosli nishonga aylandi. Har ikkisi chet eldagi faoliyatlarida har xil cheklamalarga duch kelmoqda. Huawei'ning muavin direktori 18 sentabr shirkatning uzun muddatli hisoblash ehtiyojini qondirish uchun 950 Atlas va 960 Atlas deb ataladigan darajadan tashqari Super Pod DS modellarini bozorga selishni planlayotganligini e'lon qildi. Bu mahsulotlar minglagan Huawei o'zligini bir gavdaga aylantirib, har xil sun'iy aql yumtallarining asosini shakllantiradigan hisoblash iqtidorini zo'r darajada oshiradi ekan. AFP agentligining shu familiyaning so'zidan naql keltirib bildirishicha, bu mahsulotlar tartibi bo'yicha 2026 va 2027 yillarining 4-faslida bozorga selinishi mo'ljallanmoqda ekan. Davlat kontrolligidagi Xitoy savdo xabarlari organi Chemianning ilgirki xabarida 950 Atlasning bu yil bozorga selindiganligi haqida xato ma'lumotning berilganligi qayd qilingan edi. Shu familiyalik bu 2 darajadan tashqari Super Pod DS modellari NPU soni, umumiy hisoblash iqtidori, ichki saqlovchi sig'imi va o'zaro ulanish kenglik balbig'i qatorliq bir qancha muhim o'lchamlar bo'yicha oldingi o'rinda turadigan iqtidorlarni namoyon qiladi, dedi. Hurmatli ko'ruvchilar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz shu yerda oxirlashdi. Inshaalloh atigi programmamizda ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.